Xo'p, ana endi impuls va uning saqlanish qonuni bilan gaplashadigan bo'lsak. Xo'p, birinchi o'rinda impuls nima? Impuls bizda jismlarni harakat miqdorini xarakterlovchi fizik kattalik hisoblanadi. Impuls ikki turga bo'linadi. Jism impulsi va kuch impulsi. Jism impulsi qachon yuzaga kelsa, jismlar mexanik harakat qilgan vaziyatda jism impulsi, jismga biror vaqt unda kuch ta'sir etib turganda esa unda kuch impulsi yuzaga keladi. Jism impulsi ifodasi mana, jism impulsi. M massali jism biror v tezlikda harakatlangan vaziyatda unda P teng M ko'paytirilgan v jism impulsiga keladi. Demak, jism impulsining birligi sifatida massani birligi kilogramm, tezlikniki esa metr taqsim sekund. Demak, jism impulsining birligini kilogramm ko'paytirilgan metr taqsim sekund deb ifodalasak bo'laveradi. Endi kuch impulsi esa mana kuch impulsi. M massali jismga F kuchimiz biror vaqt davomida ta'sir etganda unda kuch impulsiga keladi. Ya'ni I teng F ko'paytirilgan T. F bizda kuch, T esa harakat kuchning ta'sir vaqti. Kuch impulsining birligi sifatida kuchning birligi newton, vaqtning birligi sekund. Ya'ni newton ko'paytirilgan sekund birligini biz kuch impulsining birligi sifatida olsak bo'ladi. Endi xo'p, shunday narsa borda, jism impulsining o'zgarishi kuch impulsiga miqdor jihatdan teng. Chunki jism impulsi o'zgarishiga o'sha kuch ta'sirida va u olgan tezlanishda nima qiladi? Yordam beradi. Jism impulsi o'zgarishi miqdor jihatdan kuch impulsiga teng. Mana bizda m massali jismimiz v1 tezlikda harakatlanib, ixtiyoriy vaqtda biror s massa o'tdi deylik, tezligini v2 gacha oshirdi. Bunda jismning impulsi qanday o'zgarsa, dastlabki impulsi P1 desam m v1, ikkinchi impuls esa P2 teng m v2 bo'lyapti. Tezligi oshdi, bu ya'ni impuls ham oshdi. Jism impulsining o'zgarishi qanday desam, delta P teng P2 minus P1. Kattadan kichik deyapman, 2 dan 1 deyapman. M v2 minus m v1 masala bir xil bo'lgancha masala chiqarib borsam, m v2 minus m v1 deb bo'ladi. Demak, jism impulsining o'zgarishi m v2 minus v1. Endi biz buni kuch impulsiga ham tenglik, shuning uchun biz kuch impuls ifodasi, ya'ni mana bu F ko'paytirilgan T dan ham keltirsak bo'laveramiz shu narsani deb. I teng F ko'paytirilgan T. F bizda kuch, ya'ni Newtonning ikkinchi qonuniga ko'ra jism olgan tezlanish kuchiga to'g'ri massa teskari proporsionalligidan kuch topadigan bo'lsam, kuch degani F teng ma. F o'rniga ma deb berdim, harakatlanish vaqti turibdi. Massa o'zi bor, endi bu yerda a, tezlanish. Mana bu yerda endi baribir m massali jism tezligini o'zgartiryapti. Bu degani holbuki tezlanish ham bo'lgan. Tezlanish kim keltiradi? Tezlanish kuch keltiradi. Demak, buni tortish kuchi t vaqt davomida nima qilyapti? Tezligida v gacha oshib beryapti. Tezlanish a teng delta v taqsim t, ya'ni vaqt birligi ichidagi tezlik o'zgarishi tezlanish deyiladi. Tezlik o'zgarish bizda 2 dan 1 da aylanadi. Sabab tezlik oshyapti. 2 dan 1 da aylanib o'zgarish taqsim t. Demak, tezlanishda o'rniga v minus 1 taqsim t ni qo'yib yubordim, ko'paytirilgan t bor. Ana o'rniga buni hisob qilib qo'ydim. T salb kelsa m v minus 1. Haqiqatdan ham men f dan kelsam mana shu ifoda jism impulsini aytsam ham shu ifoda kelib chiqadi. Demak, haqiqatdan ham jism impulsining o'zgarishi miqdori jihatdan kuch impulsiga teng. Demak, ayni paytda jism tezligini v1 dan v gacha oshirgandagi jism impulsining o'zgarishi m v minus m v1 desam bo'ladi. Ya'ni biz buni olgan paytimizda f ko'paytirilgan t ga teng bo'lsa bo'ladi. Ta'sir kuchi qancharoq ta'sir etganini topadigan bo'lsam, qancha kuch qancharoq ta'sir etganini ifodalamoqchi bo'lsak, f t ga teng bo'lsa bo'ladi. Xo'p, ana endi keyingi tushunchamiz impuls bizda vektor kattalik. Bu degani ham son qiymatga ega, ham yo'nalishga ega. Xo'p, bu degani bir paytning o'zida bir necha jismlar harakat qilsa, u harakatlarning jismlar harakatlangandagi impulslarning umumiy miqdorini biz o'sha kosinuslar termasi ifodalarni topamiz. Iloji yo'q, sabab bu vektor kattalik. Natijaviy kuchga o'xshab ketadi. P umumiy teng ilzosi P1 ning kvadrati plyusdan P2 ning kvadrati plyusdan 2 P1 ko'paytirilgan P2 ko'paytirilgan kosinus alfa. Xo'p, mana bu yerdagi alfa burchak qaysi burchak degan bo'lsak, bu alfa burchak biz bo'ladi jismlarning harakat yo'nalishlari orasidagi burchak. Mana bu umumiy ifoda ixtiyoriy alfa burchagi harakatlangan vaziyatlar uchun ketaveradi. Misol uchun 30 gradus, 45 gradus, 60 gradus, 120 gradus, hokazo uchun. Endi biz o'zimiz bilgan xusus holatlarga ko'rib chiqadigan bo'lsak, birinchisi yo'nalishlar o'zaro bir tomon yo'nalgan bo'lsa, birinchisining impulsi P1, massasi m1 tezligi 1, m1 v1, ikkinchisiga esa P2 teng m2 v2. Yo'nalish bir tomonga. Xo'p, natija kuch sifatida ko'rsam, kuchlar bir yo'nalish bo'lganda qo'shilarmidi? Umumiy impuls ham bir yo'nalish bo'lganda qo'shiladi. Faqat ularga yo'l bo'lsam m1 v1 plyusdan m2 v2. Bu yo'nalish bir tomonga bo'lgandagi umumiy impuls bo'ldi. Xo'p, qarama-qarshi bo'lsa desak, kuchlar qarama-qarshi bo'lganda ayriladimi? Impuls ham ayriladi. P umumiy teng m1 v1 plyusdan m2 v2. Endi men shart qo'ymadim. m1 katta, v1 katta, v2 va hokazo deb. Shuning uchun bularning ayirmasini modulga qo'ydim. Kattadan kichikroqmiz, natijaviy impuls katta impuls yo'nalishiga ketaveradi. O'zaro tik bo'lsa yo'nalishlar, unda umumiy impuls bo'lsa, umumiy impuls kuchlarning kabi pifagorich bo'ladi. P umumiy teng ilzosi P1 ning kvadrati plyusdan P2 ning kvadrati. Ular yo'yib bo'lsam, xuddi shu xulosaga bo'ladi. Agar massalar teng bo'lsa jismlar nima olasak, ya'ni m1 da m2 tengdan va uni ham m deb belgilab oldim. Shunda m kvadrat bor. M kvadratlar qasrini chiqarib olsam alohida qilib u ildizidan chiqib ketib qoladi. Shunda P umumiy teng m ilzosi P1 ning kvadrati plyusdan V2 ning kvadrati degan xulosa kelib qolamiz.
Hop, bu bizda bo'ldi umumiy impuls topish ifodalari bo'ldi. Endi to'qnashuvlarga ham va nihoyat yetib keldik. To'qnashuvlar bizda ikki xil bo'ladi. To'qnashuvlar ikki xil bo'lar ekan: absolut elastik to'qnashuvlar va noelastik to'qnashuvlar. Elastik to'qnashuvlar nimasi? Agar jismlar sistemasi o'zaro elastik to'qnashadigan bo'lsa, ular harakatlarni to'qnashuvdan keyin alohida davom ettiradi. Agar harakatlarni alohida davom ettirsa, demak bu elastik to'qnashuv. Agar to'qnashuvdan keyin jismlar yopishib qolib, harakatlarni birga davom ettirsa, bu bo'ladi noelastik to'qnashuv. Elastik va noelastik. Demak, biz birinchi o'rinda mana ko'rdik. To'qnashuvlar elastik bo'lar ekan va noelastik bo'lar ekandik va bu yerda bir to'la eslab ketyapmiz. Impulsning saqlanish qonuni. Buni xudo xolasa keyingi mavzularimizda o'tamiz. Energiyaning saqlanish qonuni bor, shunga o'xshab ketadi ham. Energiyaning saqlanish qonuni energiya o'zi bordan yo'q bo'lmaydi, yo'qdan bor bo'lmaydi. Faqat bir turdan ikkinchi turga o'zgaradi xolos. Misol uchun, mana konditsioner elektr energiyasini iste'mol qilib bizga issiqlik energiyasi chiqaradi. Energiya elektr energiyasidan issiqlik energiyasiga o'zgarib ketadi. Energiya o'zgarib yo'qib ketgani yo'q, faqat bir turdan ikkinchi turga o'zgaryapti xolos. Bunaqa qurilmalarimiz juda ham ko'p. Misol uchun isitish pechlari ham, pechlarni chiqargan bo'lsam, nima qiladi? Elektr energiyasini iste'mol qilib issiqlik energiyasi. Bunaqa hokazo qurilmalarimiz ko'p. Xo'p, yoki bo'lsam oddiy mana pulda ham biz energiya ko'radigan bo'lsa bo'ladi. Misol uchun mana ertalab ko'chaga chiqyapmiz, bizni qornimiz to'q, ya'ni o'zimiz jismoniy energiyamiz to'la, cho'ntagimizda pulimiz ham bor, moddiy energiyamiz ham to'la holatda. Ya'ni biz ko'chada bu ishlarni qildik, ishlarimizni bitirdik va o'zimizni qornimiz ochdi. Ya'ni holsizlandik, jismoniy energiyamiz tugab boryapti. Nima qilamiz? Oshxonaga kirib, moddiy energiyani saqlab turib, jismoniy energiyani to'ldiramiz. Ya'ni qornimiz to'qlasak, energiyamiz to'la bo'ladi, zdorovoy bo'lib ketaveramiz. Xullas kalom nima bo'lyapti? Pulda ham energiya sotib yuramiz ekanda, jismoniy energiyamiz tugadi, moddiy energiyani saqlab turib, jismoniy to'ldirib oldik. Bir energiyani saqlab turib, ikkinchi energiyaga nima qoldi? O'tib oldik. Bu ham energiya saqlash qonuni. Energiya yo'qib ketmadi, faqat buni o'zgartirib oldim, turini. Moddiydan jismoniyga o'zgartirib oldim. Tamom. Bu ham energiya saqlash qonuniga yo'l bo'laveradi. Mana bu yerda yozib qo'yganmiz. Impuls saqlanish qonuni endi xuddi shunga o'xshash. Endi bu to'qnashuvga nisbatan olamiz. To'qnashuvgacha bo'lgan jismlarning umumiy impulslarining yig'indisi qanday bo'lsa, to'qnashgandan keyingi impulslarni qo'shsam ham baribir dastlabki tinch qo'yish kerak. Короче, yo'qolib ketmasin deyapti. Chunki biz bu masalalarni energiya saqlanish qonuni ham, impuls saqlanish qonuni ham ideal holatda tushunamiz. Ideal holat degani tashqi ta'sirlar inobatga olinmaydigan holat. Ya'ni qarshilik kuchlar, ya'ni havoning qarshilik kuchi ishqalanish kuchlarini inobatga olmasa ishlaymiz. Shunda bu o'rinli bo'laveradi. Birinchi o'rnimizda endi elastik to'qnashuvdan kelgan bo'lsak, elastik to'qnashuvlarda massalar m1 va m2 bo'lgan jismlar mos holda v1 va 2 tezlama harakatlanib ketyapti dedik. Tezlari yo'nalishda bir tomonga. Chap berib bo'lgan v1 katta v2 dan. Bu yana qachondir mana bu jism ikkinchisiga borib nima qiladi? Yetib olib to'qnashadi. To'qnashdi, lekin bular alohida davom etyapti. Chunki elastik to'qnashuv. Buni tezligi endi v1 shtrix, ya'ni dastlabki tezligiga teng bo'lmagan tezlik bilan bu ham v2 shtrix. Dastlabki tezlik bo'lmagan tezlikka ketyapti. Dastlabki holat uchun umumiy impuls bergan bo'lsam, p umumiy birinchi holatda m1 va 1 plyusdan m2 va 2. Nimaga plyus? Sabab bir yo'nalish bo'lgan nima bo'lardi? Qo'shiladi, shuncha qo'shiladi. To'qnashuvdan keyin ham yo'nalish bir tomonga ketyapti. Ya'ni yana qo'shaman. P umumiy ikkinchi holat degan bo'lsam, m1 va 1 shtrix plyus m2 va 2 shtrix bo'lyapti. Endi impulsning saqlanish qonuniga ko'ra to'qnashuvgacha bo'lgan impulslarning yig'indisi to'qnashuvdan keyin impuls yig'indisiga teng. Ya'ni bu bilan bu teng. Bularni tengini olsam bo'ladi. Demak, m1 va 1 plyusdan m2 va 2 teng m1 va 1 shtrix plyus m2 va 2 shtrixga. Endi bularni biz ishlayveramiz. Biror bir nomni bergan bo'lsa. Bu yo'nalishga qarama-qarshi bo'lsa ham xuddi shunga turaveradi. Ya'ni qarama-qarshi bo'lganda m1 va 1 minusdan m2 va 2 bo'ladi. Bunda ham m1 va 1 shtrix minusdan m2 va 2 shtrix. Faqat ularda modullar bo'ladi. Chunki shart bermasam modullar qo'yman, kattadan kichikka ko'ramiz. Va ikkita holatda bularni ayirmasini ilib qo'ysam ham bo'laveradi. Bizda shunday to'qnashuvlar ham bor, ya'ni absolut elastik to'qnashuvlar bor. Kelib buni ko'rib o'taylik. Agar jismlar o'zaro qanday to'qnashsa, ya'ni markaziy elastik to'qnashsa, ularda faqatgina tezliklari almashib qoladi xolos. Bunga misol qilib aytishimiz mumkinki, massasi m1 bo'lgan jism v1 tez bilan harakatlanib boryapti. Uning oldida massasi m2 bo'lgan jism v2 tezlik bilan harakatlanib ketyapti. Endi bu yetib olib, shart berib qo'ydim, v1 katta v2dan shart berib qo'ydim. Endi bu yetib olib to'qnashgandan keyin, mana to'qnashuvdan keyin buni tezligi endi v2 bo'lib, buni tezligi v1, bu m1, bu m2. Tezliklar prosta almashib qoladi. Endi buni nima deb tushuntirsak bo'ladi? Son qilib bersak, buni tezligi 10 edi, buni tezligi 7 edi. Kelib bu 10 tez bilan urib turib buni tezlashtirib oldi, o'zi esa sekinlashib qoldi. Keyin nima qilyapti? Bu birinchisi 7 bilan ketyapti endi, ikkinchisi esa tezlikni 3 ga oshirib 10 bilan ketyapti. Tamom. Endi o'tib ketaveradi. Bu
Agar markazlari bir to'g'risida, ya'ni markaziy elastik to'qnashuvda xuddi shunday bo'ladi. Endi shunday narsa ham borda, misol uchun bu harakatlanib turgancha hozir tezlik almashib qoldi. Harakatsiz bo'lsa shunchaki o'tkazib yuboradi xolos impulslar. Misol uchun mana bizda m massali sharcha v tezlik harakatlanib bo'lyapti. Uni oldida markazlari bir to'g'risida yotuvchi m massali teng bo'lgan jismlar turibdi. Demak, mana bu m massali sharcha va tezlik kelib ularga urish natijasida keyingi vaziyatimiz xuddi shunday ko'rinishga bo'ladi. Bir, ikki, uch, to'rt. Nima bo'ldi? Bu v tezligi bor edi. Kelib bunga urish natijasida o'zini bor impulsini ikkinchi sharchaga berdi. Ikkinchi markaziy tegib turgani uchun uchinchisiga berdi. Uchinchisi tegib turgani uchun to'rtinchisiga berdi. To'rtinchidan keyingisi bo'lmagani uchun u ketdi. O'tkazib ketdi. Va natijada bu bir kelib urib to'xtayapti va 1 2 3 turibdi va to'rtinchisi harakatlanib ketdi. Buni xullas kalom biz tushuntirsak bo'ladi. Ammo real hayotda ko'rganmiz. Suvenirlar bo'ladi-ku, sharchalar osilgan bo'ladi. Eng chekada sharchani kuch bilan tebratib oladigan bo'lsak, u kelib chiqqa tursa, o'rtaga o'tkazib beradi-da, eng chekadagisi chiq. Bu tebranib turadi. O'rtadagi sharchalar iloji boricha harakatlanmaysa, ularning markazlari bir to'g'risida bir-biriga tekizib qo'ygan bo'ladi-da. Faqat bu yoqdan kelayotgan impulsni ular o'tkazib beradi xolos. Va eng chekadagi harakatlar yana kelib ularga beradi, yana xuddi shunday o'tkazuvchanlik ketaveradi. Lekin bu suvenirlarimiz qachondir to'xtaydi. Sabab u real hayot bo'lgani uchun unga har qanaqangi bir qarshi kuchlar ta'sir etadi, ma'lum bir vaqtdan keyin to'xtaydi. Hali abadiy tur dvigatellar ya'ni bir marta energiya berish natijasida to'xtamasdan ishlaydigan qurilmalar hali yo'q. Bu ham qachondir to'xtaydi. Bu xuddi o'sha nimaga markaziy elastik to'qnashuv, ya'ni tezliklari o'zgarib qoladigan holatga to'g'ri kelaveradi. Ana endi bizda shunday narsa bor. Misol uchun bu ham bitta holat deylik. Vertikal devorga massasi m bo'lgan jismimiz v1 tezlik bilan harakatlanib borib urildi. Va bu devordan u qaytyapti. Elastik to'qnashuv bo'lgani uchun qaytyapti. Massasi hali ham m, lekin tezligi minusdan v2 bo'lib qaytyapti. Ya'ni boshqacharoq tez bilan qaytyapti. Endi mana bu v1 plyus nimaga v2 minusda? Chunki biz bilamizki, bu harakat yo'nalishi ifodalaydi xolos. Dastlabki yo'nalishga qarama-qarshi yo'nalishga qaytayotgani uchun tezligi manfiy olinadi. Bu vertikal harakatni ko'rganmiz. Xo'p, dastlabki impuls p1 teng m v1 edi. To'qnashib qaytayotgandan keyingi impuls esa p2 teng m v2, faqat oldida minus chorasi bor. Endi bilamizki, minus kichik son, plyus musbat katta son. Delta p degani ayirmasi degani p2 yoki p1 minusdan p2. Ayirsam m v1 minusdan m v2. Xo'p, bu yerda minus plyus bo'lib ketadi. Masalalar chiqarib bergan bo'lsa bir xil tur. Shunda bizda delta p teng 102 bo'ladimi? Xo'p, m v1 plyusdan v2 102 bo'ladi. Bu devorga elastik to'qnashib qaytgan vaziyat uchun impulsning o'zgarishi bo'ldi. Xo'p, agar absolute elastik to'qnashib qaytsa, ya'ni mutlaq elastik ham deyiladi. Ya'ni qanday tezlik bilan urilsa, xuddi shunday tezlik bilan qaytsa nima bo'ladi? Unda mana shunga o'xshab qoladi, faqat endi bu yerda tezliklarda o'zgarmas bo'lamiz. Ya'ni vertikal to'siqqa m massali sharchamiz v tezlik bilan borib urilib, qaytishda ham xuddi shunday nima bilan v tezlik bilan qaytadi, faqat minus tushadi. Bo'ldi, nima bo'ladi endi? Mana bundan xulosa qilib ko'ramiz. V ga v ni qo'shsam 2v bo'ladi. Shunda bu vaziyatda impulsning o'zgarishi delta p teng bo'ladi. 2m bo'ladi. Bu mutlaq elastik urilib qaytsa devorga impuls o'zgarishi, bu elastik urilib qaytsa, ya'ni v1 bilan urilib v2 bilan qaytsa, bu v bilan urilib v bilan qaytsa. Tamam. Bu bizda o'sha elastik to'qnashuvlarga misollar. Endi noelastik to'qnashuvlarda biz endi yopish qolib harakatlarni davom ettiradi. Ularda alohida ko'rib chiqamiz va xususiy qolgan holatlar bilan. Xo'p, keyingi darsimizda demak nima qilamiz ekan? O'sha noelastik to'qnashuvlar va xususiy holatlar, kema masalalari, zambarak, reaktiv harakatlarni ko'rib o'tamiz. Bizdan uzoqlashmang, bizga kuzatishlar.